Salom, hurmatli ko'ruvchilar. Umid qilamiz sog'likda, oromlikda yashab yurgan bo'lsangizlar. Albatta do'stlar, shu motori Cross yo Chuchahamar shu ro'z sotildi do'stlar. Bir qancha ro'z oldin bizlar buni Lilomga qo'yib edik va shu yerga Naqib aka aytib kechar olgan kishini ham salom alaykum Naqib aka. Assalomu alaykum, yaxshimi salom inshaalloh takla. Jonlajonimiz sihat yaxshimi? Salomat, baxayr bo'ling. Do'stlarga bir salomlaringizni bersangiz. Salom yetsin amma ko'ruvchilarga. Sog' salomat bo'ling. Mana shuni Lilomga qo'yib edik. O'zingiz men yog'lig'imga shuni taylab ekansiz. Voqean. Nima olib, barnoma olib. Buni 1,65,000 rupiya Lilom qo'yib edik. Voqean. Buni Lilom dumiydi. Lilom dumdi bale. Lilom dumga qo'yilgan edi. Mana shu Naqibulloh Xonbek Qaysordan keldilar. Xatini bityotibdilar. 1,65,000 rupiya Naqibulloh Bey oldilar shu motorni. Salomat baxayr bo'ling do'stlar. Atman sizlar ham kelinglar, shuna motorlarni olinglar. Inshaalloh arzon. Xizmatga Naqib aka. Salomat baxayr bo'ling. Sog' bo'ling. Baxayr bo'ling. Yuring, ketamiz, daftarga boramiz. Uni ham nima qilamiz? Buni Naqibulloh akani oldiga boramiz. Albatta do'stlar, Naqib aka ham xohlamadlar ki tasvirga kelsa, Naqibulloh Bek Qaysor tumanidan ekan. Inshaalloh shu raqam arzon motorlar, motor furushi adolatga sizlarning xizmatlaringizga do'stlar. Do'stlar, Bey buvamiz aytadilar, shu meni tasvirim kelmasin deydilar. Bilib qolinglar. Ba'zi do'stlar shundoqdilar. Mana men xatlarini bitib xalos qildilar. Mana og'a soyib, mana qayt ko'ring inog'am motordan. Salomat baxayr bo'ling, yaxshi o'zlagan biling.